Salom hammaga. Birinchi videoni joylashga harakat qilamiz. Ya'ni shu 38lik akkauntimizni 100 holatiga ko'tarishga va futbolchilarimiz hammasini full holatiga keltirib, maydonimizni ham hammasini full holatiga keltirish uchun har kuni video qo'yib boramiz. Buni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Birinchi hozirgi holat maydonimizni 4 ta burchak Victoriyada qolganlar Union bo'lib turibdi. Endi 1600 menimcha 1655 tangaga Victoriya qilar ekanmiz bir tomonimizni. Har bir tomonni kuchaytirilayotganini qo'yib boraman. Bu yon tomondagilarni ham almasga kuchaytirishga harakat qilamiz. Afsuski hozircha biz almasimiz kam. Qolganlarni ham kuchaytirishga harakat qilamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Endi hozircha futbolchilarimiz shular. Holaticha darajada ideal emas, ammo bor. Hozir 5-sida turibdi ekan. Oxirgi 21-sigacha olib kelishga harakat qilamiz. Buni ham harakat qilamiz boricha olib kelishga. Internet ishlamay qoldi. Kuzatganingiz uchun rahmat.